Nima uchun biz ko'p uxlaymiz? Donishmandlar aytadi, uyqu bu o'limni miniatyura ko'rinishi. Inson ko'p uxlayverishga odatining sababi u haqiqatdan qochyapti, hayotdan qochyapti. Kurashishdan, nizodan charchadi, ichki nizodan va majburiy hayotdan qochyapti. Nima qilish lozim? Mazza qilib uxlaydi, siqilmaydi ham, o'ylamaydi ham, kurashmaydi ham. Yoki ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'li siz o'zingizni, hayotingizni kashf qilish, o'z maqsadlaringizni ko'rib chiqish. Hozir va shu yerda nafas olayotganingizdan, hozir yuragingiz urib turganidan, o'z kelajagingizni o'zingiz qurishni, mas'uliyatni olishdan boshlaganda sizda uxlashga vaqt qolmaydi. Chunki hayotingiz zavqqa va quvonchga to'la bo'ladi. Shunday ekan, qaror sizda.